Davlat kadastrlar palatasi raisining tashabbusi bilan Samarqand viloyat boshqarmasi Nurobod tuman filialida namunaviy idora markazi tashkil etildi va hozirda zamonaviy mobil stajlar, face control, IP kameralar va avtomatlashtirilgan sensor datchiklar o'rnatilib, barcha sharoitlar yaratib berildi. Nurobod tuman filialida idora arxivida 10140 ta yakka tartibdagi turar joy obyektlarining kadastr hujjatlari, 2184 ta ko'p qavatli joylarning kadastr hujjatlari va 1835 ta noturar joy obyektining kadastr hujjatlari saqlanib kelinmoqda. Biz barcha yaratib berilgan shart-sharoitlardan minnatdormiz.